Assalomu alaykum aziz do'stlar. Qarang, men Ishtixon bozorida kimni ko'rib qoldim? Ishtixon dehqon bozorida kimni ko'rib qoldim? Men uchun juda ham qadrli bo'lgan Nurobod tumanidan Xurram akam hozir ko'zga tashlanib qoldi. Ishtixon dehqon bozorida. Bu odamni ko'rmaganimga qariyb 15 yillar bo'lib qoldi chog'i. Xurram aka shunday emasmi? Shunday. Qariyb 15 yillar. Hatto bu odam meni tanimadi. Aka, bu yoqqa qarang. Keling, mana yerdan savdo qiling deb hazillashsam ham e'tiborga olmay qarab turibdi. Keyin aytyapti. Bu Abdumondan emasmi deb. Demak, ulg'ayibmiz. Ha aka? Ulg'ayibmiz, ha? Ana shu SSRD zamonini tugashi, O'zbekistonning mustaqilligini boshlanishida aynan video kameralarda, to'ylarda, marosimlarda, tadbirlarda olib yurganimda mana shu Nurobodda akalarimizni yurtida jo'ralarimiz bilan birga to'ylarni o'tkazib, shu yerda el tanigan, Nurobod xalqi meni tanigan. Bu 90-yillar bo'ladi, 90-yillar. To'g'rimi, Xurram aka? Ha, bizda qavmi qarindoshlar qanday Nurobodliklar? Allohga shukr, hammasi. Jo'ralar qanday hammasi? Sherali, Shoymurod, hokazo bari. Jo'ralar yana qolgan qarindoshlar yaxshimi? Yaxshi. O'zingiz oilangiz. Allohga shukr, zo'rman. Akamizni qizlari bizni ukaga tushgan shu yerga qo'shni qishloqqa. Ko'rdingizmi? Mana bu Ishtixon begona emas bu kishilarga. Xurram akam doimo sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Nurobodliklarga alangalik salom. Albatta. Mendan salom yetkazasiz aka. Albatta. Alloh rozi bo'lsin. Qadrli do'stlar, Nurobodliklar, taning meni akam bo'ladi, qadrdonim. 40 yil, 45 yillik akam bo'ladi u kishi. Lekin o'rtada bir 15 yil yo'qotib biz bir-birimizni. Shunday. Sog' bo'lasiz aka. Rahmat.